Omonatda, bank omonatida mablag' bor. Bu umumiy mulk hisoblanadimi degan savol tushyapti Instagramdan. Agar turmushdan keyin, ya'ni turmush qurgandan keyin bu mablag' er yoki ayol tomonidan bankda omonat hisob raqami ochilib, unda mablag'lar qo'yilib, to'planib borilgan bo'lsa va umumiy mulk bo'lish bo'yicha sudga chiqilgan bo'lsa yoki chiqmoqchi bo'ladigan bo'lsa, o'sha bankdagi hisob raqamdagi omonat pullarini ham umumiy mulk sifatida bo'lish bo'yicha er yoki ayol sudga murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Sud ko'rib chiqib, agar asosli deb topiladigan bo'lsa, o'sha bank hisob raqamida turgan omonatdagi mablag'larni er-xotin o'rtasida umumiy mulk sifatida teng hissada bo'lish bo'yicha qaror chiqaradi va ushbu qarorga asosan o'ziga tegishli qismni er yoki xotin olishi mumkin bo'ladi, egalik qilishi mumkin bo'ladi. Agar sizda nizoli ishlar bo'lsa va huquqiy yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qiling.